Tavba, shunaqayam barakali kelin bo'lamanmi? Ozib-yozib 27 yoshimda birinchi marta osh qilaman deganimda hamma ro'zg'orligim barakali bo'lib ketsa-de. Osh qilishim kerak edi ujinga deb Korzinka Go'dan sabzili zakaz qilmoqchi edim. Shunda qarasam, ularda tayyor shunaqa oshni nabori sotilayotgan ekan va aynan shu 1 kilolik 18 ming so'mga osh naborini olsangiz, Borges olivka yog'ini sizga bonus sifatida tekinga berishar ekan. Undan tashqari, agar shu Borges olivka yog'i bilan, osh naborlari bilan oshni videoga olib Instagram sahifangizga joylasangiz, Borges tomonidan o'tkazilayotgan marafonda smek naborlarini yutib olishingiz mumkin. Bu haqida batafsil Korzinka Go ilovasida bilib olsangiz bo'ladi. Manam shu marafonda qatnashib smek naborlardan yutib olarmikinman deb, mana sizlarga birinchi marta qilgan oshimni retseptlari bilan bo'lishdim va undan tashqari osh bilan yeyiladigan eng zo'r salatni retseptini ham berib ketmoqchiman. Bodring va yong'onni mayda qilib to'g'rab, ustidan suzma va ozginagina tuz solib, yaxshilab aralashtirib, osh bilan birga tortsanglar, juda ham yeyishli, mazali salat bo'ladi. Mana oshim ham tayyor bo'ldi.